bo'yicha va hozirgi kunda O'zbekistonda ham juda ko'p uchragan onkologik kasalliklarga nur terapiyasi orqali, ya'ni meni olgan apparatim, Linac apparatini olaman. Onkologik kasalliklarga o'sha Linac apparati yordamida agar o'sha onkologik shifokor yoki radiojarroh yoki radiologik shifokor misol uchun insonga agar Linac apparatidan nur olish kerak bo'lsa, o'shani yozib beradi. Buni odamga qulaylik tarafi ko'p. Qulaylik tarafi ko'p. Bu asosan tashqi nur terapiyasi apparati hisoblanadi. Undan tashqari hozirgi kunda misol uchun Linac apparatining juda ko'p turlari mavjud. Asosan ishlatiladigani nuqtali, ya'ni point dedi. Nuqtali Linac apparati bitta joyda turib, o'sha turganda o'sha rentgen nurlarini yoki ion nurlarini chiqaradigan qismi 360 gradusga aylanib turib, odam qayerda misol uchun bemor joylashtiriladi. Bemor stolga joylashtirilgandan keyin Linac apparati o'sha odamning misol uchun gavdasiga yoki o'simda qayerda joylashgan bo'lsa, o'sha yerga qaratib misol uchun joylashtiriladi. Uni 360 gradus aylanishning foydasi, o'sha nur chiqaradigan qismning 360 gradusga aylanishining foydasi, misol uchun o'simda insonning har joyda bo'lishi mumkin, miyasida, o'pkasida yoki boshqa joylarda bo'lsa, o'shani moslab o'shanga nur beradi. Bu Linac apparatining ishlash prinsipi elektronlarning elektronlar tezligini juda ham yuqori tezlikka olib chiqib turib, o'sha elektronlarni olib chiqadi. Elektronlarni olib chiqqandan keyin nur hosil bo'ladi, ya'ni ionlashtirilgan nur hosil bo'ladi. Ionlashtirilgan nur keyin o'simtaga yo'naltiriladi. O'simtaga yo'naltirilib inson davolanadi. Davolanish muddati misol uchun 10 minut, 20 minut umumiy Linacga tushish vaqt ketsa yoki misol uchun oddiy 10 minutni oladigan bo'lsak, ichida 1 yoki 3 daqiqasi uni foydali bo'ladi, ya'ni o'simtaga o'sha nurni beradi. Buning hozir bu apparatning tashqi tomonidan misol uchun Linac chiziqli Linac tezlat, ya'ni bu nuqtali Linac hisoblanadi. Bu nuqtali Linac hisoblanadi. Mana bu men aytgan qism, mana shu 360 men o'sha aytgan qism mana shu joyi 360 gradusga aylanadi. O'sha ion nurlarni hosil qiladi. Elektronlarni tezlashini juda ham tezlatgani uchun qisqa muddat